Siz hozir nimalarni o'ylayotganimni tushunmaysiz. Bu juda qiyin, juda qiyin. Bor kuchim bilan o'zimni ushlab turibman. Sizlarga qanchalik xafa ekanimni ko'rsatmoqchi emasman. Lekin agar qodir bo'lsangiz, men uchun yugurib bering, iltimos. 2015-yilda butun dunyo bitta narsaga ishonardi. Messi va Ronaldodan keyingi futbol yuzi Neymar bo'ladi. Uning texnikasi, tezligi hamda driblingi juda noyob edi. Hattoki ko'pchilik futbol muxlislari 2015-yilgi Ballon d'Or aslida Neymarniki edi deyshadi. Ammo oradan 11 yil o'tdi va Neymar faoliyatining oxirgi pallasida turibdi va unda birorta ham oltin to'p sovrini yo'q. Xo'sh, bunga nima sabab bo'ldi? Keling bugun shu savolga javob izlaymiz. Hammasi mukammal boshlangan edi. Neymar Santosda o'ynab yurgan paytidayoq Ballon d'Or top 10 taliga kirgan edi. Hamma uni ya'ni Pele deb atardi. Shunda top klublar unga boshladi va natijada 2013-yilda Barselona uni o'z safiga qo'shib oldi. Butun futbol olami Neymarning intiqlik bilan Yevropada kutishardi va kutilmalar o'zini oqladi. Neymar o'zining nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Suarez Barselonaga qo'shilishi ortidan futbol tarixidagi eng kuchli trio yuzaga keldi. MSN, ya'ni Messi, Suarez, Neymar. Ularni maydonda to'xtatib qolish deyarli imkonsiz edi. 2014-15-mavsumda Neymar xuddi Messi bilan bir xil daraja ko'rsatdi. Chempionlar Ligasida 10 ta gol urdi. Hattoki finalda ham gol urishga erishdi. Hamda turnirning eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'ldi. Hamma uni o'sha paytda Messi va Ronaldo bilan bir xil darajada ko'rishni boshladi. Barselonadagi oxirgi haftamda Messi menga ketayotganing sababi chunki sen dunyodagi eng zo'r bo'lishni xohlashingmi? Men seni eng zo'r qilaman dedi. Men esa yo'q, bu emas, boshqa sabablar bor dedim. 2017-yil futbol tarixidagi rekord summa 222 million yevro. PSG Neymarni Barselonadan xarid qildi. PSJga o'tish Neymarning hayotida katta burilish bo'ldi va barcha futbol muxlislari buni xato bo'lganini aytishdi. Chunki Barselonadan ketish sabablari juda ham mantiqsiz edi. Xuddiki Messining soyasidan qochish hamda PSJga o'tib katta yulduzga aylanish. Neymar maydonda shunchaki raqs tushar edi. Bunga chidab tura olmagan raqib himoyachilari esa uni chopishardi. Barselonaga ketgandan keyin eng yaqin do'stlari Messi va Suarezdan ayro bo'lib qolgan Neymar disiplinani ham yo'qotdi. U mashg'ulotlarga kech qolsa ham, hatto kelmasa ham, qanday xato ish qilsa ham hech kim indamas va hamma narsa kechirilar edi. Va bu uni jarohatga moyil qilib qo'ydi. Neymar qanchalik yorqin o'yin ko'rsatmasin, Messi va Ronaldo juda intizomli va barqaror edi. Ular jarohat ham olishmasdi va bu xislat ularni GOATga aylantirgan edi. Buning aksi esa Neymarda namoyon bo'lardi. U qanchalik maydonda porlamasin, har bir o'yinda sifatni saqlay olgan Messi va Ronaldo har doim oltin to'pni yutib ketaverardi. Albatta barcha aybni jarohatlarga yuklab bo'lmaydi. Neymarning g'alati qarorlari bunga asosiy sababchi desak ham bo'ladi. Avvalambor Barselonadan ketish hamda yulduzlik kasalligi chalingan holda bazmlarda, konsertlarda, xullas futboldan tashqari ishlarda juda ham ko'p mashg'ul bo'lib ketish. Bu narsalar Neymarni haqiqatan ham sindirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xullas Neymarning Ballon d'Or yuta olmagan sabablari yetarlicha, lekin bu uning buyukligiga hech qanday soya sola olmaydi. Chunki kimlardir yutgan sovrinlari, erishgan yutuqlari bilan eslansa, kimlardir maydondagi sehri bilan eslanadi. Va bir narsa, Neymar futbol tarixidagi eng katta tojsiz qirol sifatida qoladi albatta. Sizningcha, agar Neymar Barselonada qolganda oltin to'p yuta olarmidi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar shunday futbol hikoyalari qiziq bo'lsa, videoga like bosib qo'ying va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.